qizlar, necha kundan beri javob beraman deyman. Qaranglar. Tonik bor, tonir bor. Ya'ni ikki xil narsa. Ular bitta xil narsa emas. Toniklar umuman yuz parvarishlovchi etapni oxirgisi, ya'ni yuz tozalashning oxirgi etapi. U vatn disk bilan yuz artib olinib, yuz yana ham tozalanib olinadi. Tonerlar yuz parvarishini boshlang'ich etap. Ularda spirt bo'lmaydi. Toniklarda bo'lishi mumkin, chunki ular tozalab berish kerak yuzlarni. Tonerlar o'zi parvarishlaydi, namlaydi va yuzni keyingi etapga tayyorlab beradi. Tonerlarning teksturasi har xil. Aynan Rebel'ning toneri осветление koja qiladi, ajinlar bilan ishlaydi, yuzni namlik balansini oshirib beradi va shunaqa ko'pik sifat chiqadi. Men bu toner esa bilasizlar mana mana bunaqa narsa bo'ladi. Bu bo'li qanaqa kuchli namlantiradi, poralarni qisqartiradi. Для чувствительный, ya'ni ta'sirchan ko'zlarga ham zo'r, qurib ketayotgan ko'zlarga ham juda ham zo'r va buni mana bunaqa narsachasi bir-biriga qo'shib, keyin koreshnevoy holatga kelib ishlatiladi.